Бүгін сен қошалғы тайыр. Бірақ қошалық ішпа оқшымамды? Бүгін саңы дымсын болмайдыған мұйым кеп ба. Çoqum deyişim gerek. Sulayğı nim bolğandı. Ayrılğılı tık 2 gün bolmagan tursa, her qancha bolsunmu özünün sağ-salamat ekanligini uqtirib qo'ysa bo'ladidi-ku. Biz cho'ng xatolik o'tkazdik, Toyir. Endi biz nima qilsak paqinolmaymiz. Beşinci qism. Ular yurtqa kelib necha kundan keyin Sadir aka taqdirga bo'ysunib, Zulayni yolg'iz qo'yib, ulardan mangulik xo'shlashdi. Mahaldagilar Sadir akani yerlikka qo'yib bo'lgandan keyin Zulayga tasalli etib qaytib ketishdi. Zulayning necha kungacha ko'zdan yosh qo'rmadi. Hatto tamoqmi yemaydi. Sadir akadan ayrilish uningga bakmi ig'ir kelgan edi. Toyir uningga to'xtamay tasalli beradi va yenidan birdam niyir ketmaydi. Vaqtning o'tishiga ergishib bara-bara Zulayning kayfiyati asli kelishga boshladi. Әмділікте болсы Toyir Ашим бувайдан қалған көні өйні еңлап селішқа тұтыш қылды. Мәхәлідегі тамчыларыны чақырып, өйнің там құрылыш ішлеріні көтірі беріп әтті. Toyir тамчылар білән іш үстіде оларының ішлеріға әйдекчілік қылса, Zulay оларға тамақ етәтті. Zulay ocaq беш тамақ әткен вақытларда Toyir башқычы болып қалатты. Xuddi onun bilan to'y qilib bo'lgandek, bir uyda turayotgandek hissiyatni keltirib, hayajonga solatdi. U ichida o'ylaydi. Agar uy qurilishim tutib qolsa, uning to'y taklif qo'yaman. To'yimni qilib, baxtli oilamni qurib chiqaman. Lekin u o'zining bu xiyolining ularni tugamas dard azobga boshlab qabul qilg'ili bo'lmag'idek tarzda xatolashganligini, taqdirning rayimsiz chaqchiqi va inson bardoshlik bermagudek reallikning ularni saqlab turgandan aslo xabarsiz edi. Mana oxiri Toyirning orzu qilgandek uyimi bitdi. Uning necha yildan topgan pullarimi oz emas bo'lib, boshqalar qarab havas qilgudek uydan birini silib oldi. Әмді оның ақырқ арзусы Zulayga to'y taklif qo'yish edi. Bir kun әттігенде Toyir o'rnidan turibla noshtum qilmasdan nahiga qarab yo'l oldi. Toyir nahiga borgandan keyin bir zagarxonaga kirib keldi va tanlab turib ayolchi uzukdan birini setib oldi-da, ayol bo'lmayla yana uyiga qaytib mandi. Yolda mang'aj pat-pat üzük salgan yanchuqni silab qo'yatdi. Shirin xiyollar qo'ynida mas bo'lib, Zulay bilan to'y qildig'ini o'ylasa, yuraklari hayajondan so'qib ketadi. Toyir uyga kirib kelganda Zulay ho'yladagi uzum barang ostidagi karavotda mo'nglinib o'ltiradi. U eshikdan kirib kelgan Toyirning chehirdagi xo'shallikni ko'rib, bir ishni pamligandek bo'ldi ve onundan so'radi. Bugün sen xo'shalg'i Toyir. Biroq xo'shallik ishpa o'xshamamdi? Shundoq Zulay. Dedi Toyir muloyim talaffuzda. Uning yurak soqishi tezlashib ketib boradi. Va nima deyishni, qanday talab qo'yishni yo'lda kelguncha o'ylashib, mashq qilib olgan bo'lg'achqa, unchavala tamtirab ketmadi. Bu yoqqa Toyir shundaq deguncha Zulayning qo'lini tutib, u eng yaxshi ko'radigan oq attirgulni yana ilib bordi. Bu yil bu attirgullar shundaq o'xshagan bo'lib, atrofga xushbo'roq hidini chechib turadi. Ko'zingni yumib, qo'lingni chiqarg'ina, sana birdigan bir narsam bor. Dedi Toyir hayajon bilan. Toyir, bugun sen boshqacha bo'lib qopsan-ku. Ko'zimga sal sirliq ko'rinyapsan. Mijozing yaxshi-ku?
Keyfiyatimmi obdan. Bugün sana demisem bo'lmaydigan muhim gap bor. Cho'qim deyishim kerak. Dedi Tair Zul'ayning ko'ziga mehr bilan tikilib, Zul'ay ko'zni yumib qo'lini chiqardi. Tair oldin ala tayyorlab olgan uzukni elib, uzuk soladigan barmoqiga avaylapqini soldi. Endi ko'zini açsam bo'ladi. Zul'ay hammani bilib bo'lgan edi. U ko'zni ichib qo'ldagi uzukka qaradi. Hayajondan yuraklari düpüldab so'qatdi. Manga yatliq bo'lgan Zul'ay. Yilimi uzun vaqt ayrilib yurdik. Endi bu ishlar xotim birayli. Baxtli oilamizni qurib chiqayli. Men seni jinimdan aziz yaxshi ko'raman. Mengu sendan ayrilmayman. Dedi Tair hayajondan Zul'ayning ko'zidan ko'zini uzmay. Zul'ay gap qilmadi. Faqat beshni langishtirib ma'qulligini bildirdi. Uning ko'zlaridan hayajon yoshlari yiqib tushadi. Chunki u bu kunlar uchun oz badal to'lamadi. Hatto uningga kelgan elchilarni qaytarib atgandan keyin mahallada u to'g'riliq o'ziga ishonchi yo'q, shuni to'y qilishdan qo'rqidi degandek gap so'zlar bo'lingan edi. Bundaq gaplarni u anglasimi, demini ichiga yutib o'tib ketgan edi. Shundaq qilib, bu ikkilan to'y qilish xushalligida to'y tayyorligiga kirishib ketdi. Ular o'zlarining bu orqali umrlik pushaymon va aslik keltirib bo'lmog'idek xatolikqa yiqilishib, ichinishlik azob uqubatga duchor bo'lib, yuraklari par bo'lish oldida turgandan xabarsiz edi. Ular mahaldagilarning yaqindan yordamda bo'lishi bilan to'y tayyorligini bitkizib, to'yni qilib oldi. To'y kuni Zul'ayga oppoq to'y kuniki shundaq yarashgan. So'z qilgan girimlarimi shundaq mos kelgan bo'lib, ko'rgan kishining masligini keltiradi. Uningdan ahvol so'rab baxt tilaganlarga adab bilan javob qaytarib, minnatdorlikni bildiradi. Tair bo'lsa, bugun boshqacha ruhliq bo'lib ketgan bo'lib, chiroydan hayajon va xushallik chiqib turadi. Pat-pat Zul'ayga mehrli ko'zlari bilan beqib, uningga bo'lgan ko'ngilni bildirib qo'yadi. Uning kiyib olgan temir rang kostyum burulqilari, moslashtirib taqib olgan qizil galastiki uni texmo salopatlik ko'rsatib atgan edi. Shundaq qilib, to'yimi ko'ngillik bo'ldi. Ularning taqozolik bilan kutib erishgan baxti kishining aqli yetmagan hayron qolarlik darajada tezli ichinishlik fojiha bilan oxirlashdi. Tair to'y qilib ancha uzun bo'lmayla o'zi haydab yurgan kichik mashinaning rasmiyat va nopusni yo'tkab kelish uchun Urumchiga boradigan bo'lib qoldi. Mangdigan vaqtda ikkisi bir-biridan ayrilishga ko'zi qiymagan holda xo'shlashdi. Tair Urumchiga berib yotoq o'rinlashgandan keyin Zul'ay bilan undidarda uchur yo'llab ahvol so'radi. Zul'ay, qanday ahvolda? Zul'aydan uchur kelmadi. Qayta-qaytalab uchuri avasdimi, yanala javobsiz qoldi. Oxiri u telefon qildi. Telefon ulangan bo'lsa-mu oldigan odam yo'q dedi. Tairning ko'ngli bir shumliqni tuygandek bo'ldi. U yerim kechigacha to'xtamay uchur yo'llab, telefon qilgan bo'lsa-mu faqat aloqalasha olmadi. Aloqalasha olmagan siri titit bo'ladi. Nima qilarini bilmaydi. Kechich ko'zga uyqu kelmay, bir chog'larda uxlab qoldi. U o'rnidan saharli turib ketdi va birinchi qitim qildigan ishi Zul'ayga telefon qilish bo'ldi. Bu qitim telefon etik chiqdi. Tair oxir amali yo'q, mashina rasmiyatlarini bejirish o'rniga berib, mashinaning yo'tkash rasmiyatini bejirib bo'lgandan keyin shu kuni kechda yurtga qarab yo'lga chiqdi. Tair shundaq tez mangsimi, bu yo'l ish tugaydigandek emas edi. U tit bo'ladi. Xuddi ichini bir narsa tatlagandek beorom bo'lib, xiyoliga Zul'ay kelib oladi. U o'z-o'ziga savol qo'yadi. Zul'ayga nima bo'lganda? Ayrılgılı
ikki kun bo'lmagan tursa, har qancha bo'lsa-mu o'zining sog' salomat ekanligini uqtirib qo'ysa bo'ladi-ku. Toir tügüməz xiyallar bilan bexatarlikka diqqat qilgan asosda atsi kun neyzi bo'yi o'rligan vaqtda uyga yetib keldi. U uyga kirdi. Zulay yo'q edi. Hamma uylarga qarab chiqdi. Yanıla yo'q bo'lib chiqdi. U tez sur'atda Zulayning uyiga bordi. Darvozdan kiribla uzum barang ostidagi karvatga mo'nlab o'ltirgan Zulayni ko'rib, yuragi joyiga tushdi. Zulay, men qaytib keldim. Toir shundoq chaqirguncha Zulayga qarab yugurdi. Uni bag'riga basmoqchi va uni qanchalik seg'inganligini ifodalamoqchi bo'lgan edi. To'xta Toir, menga yaqin kelma. Oldig'ili kelib qolgan Toirning Zulay to'xtatib qo'ydi. Toir hayron bo'lgan holda Zulayga qaradi. Zulay 2 kun ichida boshqachalar judab ketgan bo'lib, xuddi necha kun uxlamagan odamdek ko'zlari ichib kirib ketgan edi. Sana nima bo'ldi Zulay? Yondirib so'radi Toir. Zulay öksüp yig'lavatdi. Toir uningga tasalli bermoqchi bo'lib, beshiga qo'lni uzartishiga Zulay o'zini elib qochdi va faqatla biz cho'ng xatolik o'tkazdik Toir. Endi biz nima qilsak baxilni olmaymiz. U tashlarini yulg'uncha o'kirab yig'lab ketdi. Toir nima qilishni va nima bo'lganini bilmay turibla qoldi. Dal shu vaqtda Zulay inidan bir parcha xat bilan bir xotir daftarni Toirga sundi. 200 ni etib yig'ilgancha uyga kirib ketdi. Toir yeli qo'ldagi xat bilan xotiriga qarasa, eli yig'lab uy kirib ketayotgan Zulayning keyindan tingirqab turibla qoldi.